Bir kishi Microsoft kompaniyasiga farrosh bo'lib ishga kirmoqchi bo'libdi. Kadrlar bo'limi menejeri u bilan suhbatlashib bo'lgach, uning ishini ko'rmoqchi bo'lib, hovlini bir qismini supurtirib ko'ribdi. Nihoyat ishi ma'qul bo'lib, siz ishga qabul qilindingiz, elektron pochtangiz manzilini tashlab keting. Biz sizga ishga qachondan kelishingizni ma'lum qilamiz dedi. Lekin mening kompyuterim ham, elektron pochtam ham yo'q, dedi o'zini yo'qotib farrosh. Afsus, bunaqada biz sizni ishga ola olmaymiz, chunki siz virtual holda yo'qsiz, dedi menejer. Cho'ntagida atigi $10 bor farrosh kompaniyadan xafa bo'lib chiqdi. Miyasiga bir fikr keldi-yu, 10 kilo pomidor olib uyma-uy sotib chiqishga qaror qildi. Puli 2 baravarga ko'payganini ko'rib, shu ishni davom ettiraverdi. Bir qancha vaqtdan keyin kichik furgon, so'ng yuk mashinasi sotib olib, firmaga asos soldi. Bir necha yildan so'ng bir qancha supermarketlari bo'lgan yirik kompaniya egasiga aylandi. Kunlarning birida u o'zi va oila a'zolarini sug'urta qildirmoqchi bo'lib, sug'urta agenti bilan uchrashdi. Sug'urta agenti u bilan so'zlashib bo'lgach, elektron adresini so'radi. U odam bir necha yil oldingi gapini takrorladi. Mening elektron pochtam yo'q. Ajoyib-ku, taajjublandi agent. Shunday katta biznesi bor odamning elektron manzili bo'lmasa, agar pochtangiz bo'lganida kim bo'lishingizni tasavvur qila olasizmi? Savdogar ozgina o'ylanib turib javob berdi. Microsoft kompaniyasida farrosh bo'lardim.